Assalomu alaykum aziz dindoshlar, yurtdoshlar. Men shu ish faoliyatim davomida xalqning xizmatini bajarib yurgan vaqtlarimiz, hozir ham bu xizmatlardan inshaalloh bo'yin tovlaganimiz yo'q. Bir voqea menga juda ham ta'sir qilganki, valloh bu voqea bir 15 yil, 20 yil avval bo'lgan. Janozaga borardik, janozada tashqarida xalqqa endi vaqtdan foydalanib yaxshilikka da'vat qilib, yomonlikdan qaytarib, yoshlar tarbiyasi, ota-onani haqqi, turli oqimlarga yoshlarda aralashib qolmasligi, har bir ota-ona farzandini chet ellarga ishga yuborgan bo'lsa, ular bilan muntazam aloqa qilib turishlik va shu bilan birgalikda shu jamiyatda bo'layotgan ishlarga befarq bo'lmasdan har bir inson o'zini shu yurtiga munosib hissasini qo'shishligi haqida ko'plab Alloh imkon berganicha ma'ruza qilib turardik. Bir kun shunaqa janozada ma'ruza qilib turgan vaqtimda ichkaridan bir yigit chiqdi-da, domla sizni g'assol so'rayapti dedi. Hayron bo'ldim, tinchlikmikin dedim. Ba'zan so'rashardi, qon to'xtamasa nima qilaylik? Bir avariya bilan vafot etganlar bo'lsa, bu endi vafot etgandan 90-80 yoshlardagi odam edi. Kirdim ichkariga. Kirsam domla dedi, hozir dedi, bu insonni 5 ta o'g'li bor dedi. Men chaqiraman, siz guvoh bo'lib turing bir ishga dedi. Hayron bo'ldim, xo'p dedim. Hech kim yo'q, o'zi xolos keyin 5 ta o'g'ilni chaqirdi, kirdi. Men 7 kishimiz. Birinchi savoli G'assolni savoli shundan iborat bo'ldiki, ota-onalaringga otangizga qaradilaringmi dedi. Qaradik, katta doktorlarda, qimmat dorilarda olib berdik. Dedi, 5-oving ham dedi, yolg'onchisan, qaraganing yo'q dedi. Agar qaraganingda otang shu ahvolga tushmas edi deb, hali mayitni ustini shunday kindikkadir ochib, qo'lidagi tirnog'ini qaragin dedi. O'sib dedi, orqalari qorayib ketibdi dedi. Mo'ylovini qaragin, mo'ylovi o'sib og'ziga kirib ketibdi, kirib qopti. Axir bu holatda ovqat yeyishlik makruh-ku dedi. Men eshitganman, agar mo'ylov o'sib og'izga kirib ketsa, la ilaha illalloh desa, shu og'izdan yuqoriga o'tmas ekan deb avval eshitganman. Endi G'assol 70 dan oshgan odam. Oyoqlarini ko'rsatdi, mayitni shunday orqaga og'dardida, haligi badanlari qorayib ketgan odamni mayitni orqasi qorayib ketganda, shunda agar sallar dedi, 5 o'yin kelib dedi, bitta alqindi sovunni olib dedi, anavi dedi, avrazga dedi, uylarda ichida cho'miladigan joy bo'lgan oldingi paytlarda avraz deb endi gapiryapti. Ashitga o'tkazib dedi, suvni isitib cho'miltirib qo'yganingda shunaqa qorayib ketmas edi. Bu yotoq yarasini qara dedi. Bir marta, 2 marta dori qo'yilgan xolos. Oyog'ini, tirnog'ini ko'rsatdi, qo'ltig'ini tagida tukni ko'rsatdi. Nimaga shularga qaramading dedi. Sanlar farzandmisan dedi. Men bir marta kelsam dedi, yozilib yorgan ekan, akam bilan o'rtaqsani dading dedi. Hamma yo'qlarini yechib, tozalab, yuvib shunday qilib ketganman. Endi ertalab 8larda bitta nimada mustavoqda bitta non bilan 2 ta tuxumni pishirishib, bitta chaynakda choyni qo'yishib, boshimga qo'yib qo'yib chiqib ketadi. Kelinlar keyin qaytib kirmaydi deb yig'lagan menga dedi. Men dedi, umrim tugab o'tib ketarman, lekin domla siz guvoh bo'ling dedi. Dunyoda ham bular baraka topmaydi,
oxiratda ham baraka topmaydi. Man bu mayitni yuvaman, kapallayman, qabrga o'zim qo'yaman. Qabrga qo'yishlikka sanlarda haqqing yo'q, otangga qaramaganliging uchun dedi. Aytganidek bo'ldi. O'zi qo'ydi, o'zi yuvdi. Yillar o'tdi. O'sha farzandlarni holi yomonlashib ketdi. Birontasini rivojlanganligini, birontasini baraka topganligini haqiqatdan men ko'rmadim. Katta o'g'il o'tib ketdi, undan keyingisi avariya bo'ldi. Undan keyingisi sirroz kasali bo'lib qoldi. Va hokazo. Ularning farzandlari ham qaramadi. Azizlar, bu o'zim hayotda ko'rgan voqea. Kim nima xizmat qilsa, xizmatini javobini oladi. Bugun otangizni qarib qolgan bo'lsa, kasal bo'lsa, oyog'ini yuvib, uqalab, qo'lingizdan kelgancha mehnatini qilyapsizmi, xizmatini qilyapsizmi? Bolangiz bo'ynida sizga qarashlik qarzdorligini bo'yniga olyapti. Siz bugun qaramayapsizmi? Bolangizni bo'ynidan bu soqit o'tib ketyapti, ovora bo'lmang. Bolam qaraydi meni, yaxshi boqyapman, yaxshi mashinalarda olib beryapman demang. Xudo, Alloh bolangizni qalbidan otaga bo'lgan mehrni sug'urib oladi va siz ham otangizga nima muomala qilgan bo'lsangiz, o'sha muomalani ortig'i bilan ko'rasiz. Otang bilan onang qalbi o'tar Ka'ba tavofidan alar ko'nglini shod etsang, shu xizmat ham ibodatdir. Ibodatga shoshilib yurganlarga Allohning rahmati, barakoti yog'ilsin.